Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun obzorimizda Dongfeng Ipai 007 650 Pro modelimiz. Bu modelimiz to'laqonli elektr 73.4 kW batareyka bilan jihozlangan va 650 km yurishini ta'minlab beradi. Avtomobilimiz kuchiga keladigan bo'lsak, elektr o'lchami bo'yicha 200 kW, ot kuchi o'lchami bo'yicha esa 272 ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha tezlanishi esa 5-7 sekundni tashkil qiladi. Maksimal tezligi esa 180 km/soat ni tashkil qiladi. Avtomobilimizni tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, uzunligi 4,88 m, eniga 1,89 m va bo'yiga 1,47 m. Ballonlar oralig'i bo'lsa 2,91 m. Yerdan balandligi esa 12 cm ni tashkil qiladi. Mashinamizni qulayliklaridan biri adaptivniy kruz kontrol hamda polasa ushlash, znak o'qish va avtotormojeniyalari, shuningdek yorug'lik va yomg'ir datchiklarimiz ham bor. Mashinamizni ballon qismiga keladigan bo'lsak, 235 ga 50 R18 ballonlari hamda aerodinamik diskalar bilan ham jihozlangan. Mashinamizni podveskasiga keladigan bo'lsak, oldi qismimiz mustaqil McPherson, orqa qismimiz esa mustaqil ko'p tirsakli podveskalar bilan jihozlangan. Mashinamizni tom qismi to'laqonli panorama bo'ladi va mashinamizni ichki qismiga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsamiz bez ramkali eshik. Bu sportivniy ko'rinish berib turadi va ichiga qaraydigan bo'lsak, to'laqonli eko-koja bilan qoplangan mashinamiz. O'tirganimizda birinchi bo'lib ko'zga tushadigan narsa uning 15.5 dyumli monitori hamda 7 dyumli tablo monitori bilan ham jihozlangan. Shuning uchun, shuningdek, haydovchiga qulaylik yaratish tariqasida haydab displeylari bilan ham jihozlangan. Mashinamizda simsiz quvvatlagichlari bor. Podstakanniklarimiz juda ajoyib joylashgan va bar qismimizda sovutish tizimi ham bor. Bu yoqda USB portlarimiz bor. USB Type-C hamda USB portlarimiz ham bor. Mashinamizda 19 dan oshiq kolonka bor va bu kolonkalarimiz ovozni sifatli yetkazib berishini ta'minlaydi. O'rindiqlarimizga keladigan bo'lsak, to'liq eko-koja va perforatsiya qilingan, ya'ni orqa terlamaydi. Mashinamizni yo'lovchi o'rindig'iga keladigan bo'lsak, 4 yo'nalishda o'zgaradi. Haydovchi o'rindig'i esa 6 yo'nalishda o'zgaradi. Haydovchi o'rindig'imizni ikkala sidinamizda ham isitish hamda sovutish tizimlari bor. Haydovchi o'rindig'i uchun qulayligi massaj tizimi ham bor. Rulimizda isitish tizimi bor va lobavoyda ham isitish tizimi bor. Bu hammasi haydovchiga qulaylik yaratish tariqasida va ichkari tomondan eshik ochadigan knopkalarimiz an'anaviy emas. Ya'ni knopkada eshik ochish tugmalarimiz ham bor. Mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismimiz biznes ko'rinishni beradi va juda keng. Yo'lovchilar uchun juda qulay qilib ishlangan. Mashinamizni quvvatlagichlari tez va sekin quvvatlagichlar mashinani chap orqa tomonida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Tez va sekin quvvatlagichlar. Mashinamizning yukxona qismiga keladigan bo'lsak, 456 litrni tashkil qiladi. Avtomat mashinamiz liftbackga kiradi. Avtomat bagaj ochiladi va 452 litrni tashkil qiladi. Agar sidinani yotqizadigan bo'lsak, 1026 litr bagaj qismini tashkil qiladi. Avtomobilimizga qaraydigan bo'lsak, oldi qismida birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan buni g'aroyib va g'ayrioddiy gabarit chiroqlari bor. Bu musiqaga mos ravishda o'ynab beradi va uning pastki qismida uzoqni va yaqinni yorituvchi LED faralarimiz bilan ham jihozlangan. Mashinamiz juda ajoyib ko'rinishga ega va 360 gradus kameralari bilan jihozlangan va haydovchi uchun qulaylik tariqasida oldi va orqa qismlarida parkovka uchun qulay bo'lgan parktroniklarimiz ham mavjud. Bu avtomobilimizning gibrid modeli ham mavjud. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa yo takliflaringiz bo'lsa, pastda telefon raqamlar qoldiramiz. Lokatsiyani qaytadan tushuntirib o'tsam, Sergeli 2-mavze 5-bekat, Qipchoq va Chinor metro bekatlari oldida.